Do'stlar, bir oydan beri umuman obedga hech narsa bermayotgandim. Ertalab berganim kechgacha turadi. 3-4 kundan beri yeb oryapti. O'shuning uchun hozir obedga ham yem tayyorlab beryapman. Hozir shuni sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Bu o'zimiz sigirim. Xudo xolasa 5,5 oydan o'tib 6 oylikka qarab ketyapti bo'g'ozligi. 10 litrda atrofida sut beryapti. Bo'lmasa yem tayyorlashga o'tamiz do'stlar. Drabilkadan chiqarilgan somon. Buni uyitildi jomda. Jomda uyutib, nam qilindi. Shu yemni ushlaydigan darajada nam qilindi. E'tibor bersalaring, kepak, kunjara ham bor joyda. 2 kilo kepak, 1 kilo kunjara. Bunga endi tuz solamiz, keyin kalsiy bor, o'shundan solamiz. Tuzni 30-40 gram solamiz do'stlar. Kalsiy ham shunaqa, 30-40 gram. Solamiz, to'kishdan oldin albatta aralashtirib Somonda namligiga e'tibor beringlar. Agar somonda namligi yetarli bo'lmasa, ozgina suv olib buni namlaymizda, keyin ustiga to'kamiz. Buni holati bir-biriga aralashib ketguncha, ya'ni quruqmasi, somonga polni yopishi bo'lguncha aralashtiramiz. Bu 2 marta bu yoqqa to'ntarilsa bo'ladigan narsa bu. Sizni somoningizni namligiga qarab endi do'stlar ular. Qancha nam bo'lsa, o'shuncha yopish oson bo'ladi. Hozir 2 marta aralashtirdim, yana 1 marta aralashtirib solamiz do'stlar. Yemni tayyorlab jomlarga soldik. Do'stlar, bilasizlar, mol hozir oftob chiqqani sababli tashqariga olib chiqildi. Molxonada qolmagan hech qaysinisi hammasi tashqariga chiqqan. O'shuning uchun jomda beraman. Kamroqdan beryapman. Bu bo'zaychalarga, ikkalasi buqachalarga, o'rtadagi sigirga. Qani beramiz, yeyishini ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, yeyishini ko'rishlaring mumkin. Qo'yib berdik. Aralashgan holatlari yemni to'kmasdan chiroyli qilib yeyapti. Bu esa buqachalar. Olaga ham qo'tir yuqibdi do'stlar. Ahvolni qaranglar, bilat. Chata bo'lyapti. O'zi hali shveddagi yo'qolmoqda. Endi bir yo'l olaga ham yuqibdi. Oftobda maza qilishyapti, quyosh chiqqanda. Tashqariga olib chiqdim, mazza qilib yurishibdi. Ahvolni qaranglar, qo'tirini. Mazanasi tugayib, mana shuncha qora turibdi. Ko'zini oldida turgan shu qo'tir. Buni ham ko'zini oldini qaranglar, batga ham qo'tir tushgan. Batga ham kechamas surkanim. Manitida bor qo'tir mana. Men qayerda ko'rdim? Bu qulog'ini o'zi shuna bo'ladimi? Biladiganlar to'g'risi. Qasmoqqa o'xshagan narsalar turibdi qulog'ida. Tek turgan, potir-potir qilmasdan. Do'stlar, sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi sana 14-yanvar.